Hozir men o'zim kelaman. Salla o'rtog'i cho'ntillaring to'yini qilish kerak. Ammo kompyuter turib o'ynab o'tira olmaydi-yu. Gapirdi quloqsim yo'qda. Tushunarli. Hozir o'zini tilida o'ziga gapirib qo'yaman men. Va bo'li. Day, bolalar bitta push qilaylik. Bilan. Yo'q, o'tir. Qarigi, senga aytadigan gapim bor. Qanaqa qilib tushuntirsammikin? Sen hozir push qilishing kerak. Sen bo'lsa nizada krisalik qilib o'tirsan, bolam. Ko'zingga flet tushib qolgan. Hayotda oq qorasini ko'rmayapsan. Mana o'rtoqlaringni qara, hammasining ikkitadan uchtadan skini bor. Har 1-2 yilda es qilishyapti. Yo o'g'il bo'lyapti, yo qiz bo'lyapti. To'g'ri, hozir oilamiz ekoda, lekin qarindosh guruhdan drop-so'rab bo'lsa ham to'y qilamiz, bolam. Xotirami? Bunaqa o'tiraversang, sen meni o'zingni ham, meni ham tilga tiqib qo'yasan-ku, bolam. Sen bu yerda o'tiraversang, to'yingni qachon qilamiz? Ada, mana bekordan yurgan-ku. Hozir kibersportga juda ham katta e'tibor qaratilgan. Kompyuterxona sharoitini qarang, juda ham komfortli, juda ham chiroyli, juda ham toza. Kompyuterlari eng oxirgi modellar. Yunusobod 18-kvartal sotuv gaming desa hamma bilyapti. O'rganganim yaxshi-ku, ada. Pauza, dur pauza. Pulingni nimasidan pul qilasan? Nimasi yaxshi buning? Ana bundan pul qilishni bilganlar biladi. Keyin katta musobaqalar, chempionatlar bo'ladi. Ana o'shandan katta summalarni yutib olsak bo'ladi. Yo'q. Voy, rasmiga chiqmaysan-da, rasmiga. Kattalar o'rgan qo'ydi. Qara, seni to'yini qilib beraman. Sendagi lo'tabga kim ham qizini beradi?